Assalomu alaykum. Namangan mashina bozori YouTube obunachilari. Bugun Namangan Norin mashina bozoridamiz. Ko'rishinglar mumkin akalar. Bozorimiz qizg'in holatda. Sizlarga xudo xohlasa bugun eng yaxshilaridan ko'rsatishga harakat qilamiz akalar. Har xil mashinalarning narxlari bilan tanishtiramiz. Imkon qadar bittadan like, fikringizni kommentariyada yozib ketishni va obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar akalar. Sizlarga qanday mashinalar narxlari qiziq, fikringizni kommentariyada yozib ketsanglar, sizlar uchun narx-navolarni bilib video qilishga harakat qilamiz akalar. Bizni kuzatishda davom eting. Zo'r videolar hali oldinda. Xo'p akalar, Spark surgan akalarimiz uchun Namangan Norin mashina bozorida Spark narxlari bilan sizlarni tanishtiramiz akalar. Xo'p, Stanley Svetdagi Sparkimiz ko'rishinglar mumkin. 2013-yil akalar ikkinchi paytda mexanika Sparkimiz. Ko'rishinglar mumkin 163 ming probeg bosib o'tgan. Sparkimiz ko'rishinglar mumkin. Motor qismini bir qator ko'rsatib o'tib ketamiz. Ko'rishinglar mumkin. Motorlar hech qanday ishlar yo'q akalar. Minishga tayyor holatdagi Sparkimiz gazlarigacha bor. Aka rasxod joylari yo'q o'dolsa. Rasxod joylari yo'q akalar. Kraskalar akalar deymiz. Xo'p, kapotida uchladingizmi? Aka 3 qismida nomiga petnochasi bor. Qolgan qismlar top-toza deyilyapti. Salon qismini bir qator sizga ko'rsatib o'tib ketamiz. Ko'rib turganingizdek to'rtta yumshoq balonlari. Mana endi salon qismlari akalar. Ashlik holatlari, chexol poliglari. Aytganimizdek, Sparkimiz 163 ming probeg bosib o'tgan. Monitorlargacha qo'yib qo'yilgan akalar, ikkinchi paytda mexanika Sparkimiz. Mana endi orqa salon holatlari, chexol poliglari hammasi mavjud. Gazlari bor aka. Mana endi Sparkimizda orqadan ko'rinishlari, kenot talonkalari, gazlarigacha bor. Aytib o'tdik 2013 ikkinchi paytda mexanika 163 ming probeg. Kraskalarni aytib o'tdik. Narxini qancha deyapsiz aka? 5800 so'ralyapti. Kelishadigan joylari bor. Faqat naqdgami yo variant bank, barter? Naqdga. Faqat naqdga. Dokumentlar qanaqa aka? Dokumentlar yaxshi. Muammo joyi yo'q-ku? Akalar, dokument tomonlama hech qanday muammolar yo'q ekan. Nomer qoldiringlar aka. 93lik. 93lik 423 423 0200. 0200. Ushbu raqamga akamizga aloqaga chiqasizlar akalar. Mashina haqida yana ham to'liq ma'lumotlar bilib savdo qilishinglar mumkin. Biz esa Namangan Norin mashina bozorida qolgan Sparklarni videosini chiqarishga harakat qilamiz akalar. Bittadan like bosib ketishni unutmanglar. Ukam yili yangirog'idan ham ko'rsatdi degan akalarimiz uchun akalar 2018-yil Sparkimiz sotuvda ko'rishinglar mumkin. 2018-yil Spark 3-paytda mexanika 246 ming probeg bosib o'tgan Sparkimiz ko'rishinglar mumkin. Motor qismlarida hech qanday ishlar yo'q akalar. Dehqondan Sparkimiz akalar. Temir gazlargacha bor. Aka, motorlar qanaqa? Rasxod joylari yo'qmi? Motorlar hech qanday rasxod joylari akalar, minishga tayyor holatdagi Sparkimiz. Mana endi yonboshdan ko'rishlari, to'rtta yangi balonlargacha taqib qo'yilgan akalar. Salon qismini bir qator ko'rsatib o'tib ketamiz. Aytib o'tganimizdek 2018-yil 3-paytda mexanika 246 ming probeg bosib o'tgan Sparkimiz. Mana endi ashibka holatlari, ko'vriklari, chexollari, orqa salon holatlarini ko'rishinglar mumkin. Mana endi oldin ko'rinishlari, torpedordan ko'rishinglar mumkin. Aytib o'tdik 3-paytda mexanika Sparkimiz. Endi Sparkimizni orqadan ko'rinishlari akalar. Diskalargacha taqib qo'yilgan ko'rishinglar mumkin. To'rtta yumshoq balonlarni aytib o'tdik. Mana endi Sparkimizni orqadan ko'rishlar, temir gazlargacha taqib minishga tayyor holatga keltirib qo'ydik. 2018 akalar 246 ming probeg bosib o'tgan. Xo'p, kraskalari keladi bo'lsa akalar o'rtacha bir 20-30% orasida deyilyapti. Yana ham to'liq ma'lumotlar telefon raqamlarini qoldiramiz. Telefon raqamlari orqali bilib savdo qilishinglar mumkin. Narxi keladi bo'lsa akalar. Narxini qancha dedingiz aka? 5700. Akalar 5700 so'ralyapti. Kelishiladigan joylari bor ekan. Faqat naqdgami yoki variant bank, barter? Naqd bo'lsa. Faqat naqdga. Dokumentlar qanaqa bo'ladi? Muammosi yo'qmi? Generallari bor. Akalar, dokument tomonlama hech qanday muammolar yo'q ekan. Nomer qoldiringlar aka. 90lik 279 19 ushbu raqamga akamizga aloqaga chiqasizlar akalar. Mashina haqida yana ham to'liq ma'lumotlar bilib savdo qilishinglar mumkin. Xo'p akalar, Namangan Norin mashina bozorida sizlarga zo'r narxga navbatdagi Spark topib qo'ydim. Ko'rishinglar mumkin. 2011-yil akalar 3-paytda mexanika Sparkimiz var. O'rtacha bir 10%, 20% kraskalari bor deyilyapti. Ichiga o'tmagan akalar, suyagi butun holatdagi Sparkimiz. 400
58 ming probeg bosib o'tgan akalar. 2011-yil 3-paysa mexanika Sparkimiz motor qismini ko'rishingiz mumkin. Motorlarda ishlar yo'q deyildi. Minishga tayyor holatdagi Sparkimiz gazlarigacha bor akalar. Aka motorlari ishlar yo'qmi? Akalar motorlarda yangi qilib qo'yilgan. Hech qanaqa ishlar yo'q. Minishga tayyor holatda deyilyapti. Hadovoy tomonlama ham zo'r. 2011 ekan. Diskalargacha, butun yumshoq balonlargacha taqib qo'yilgan akalar. Salon qismini bir ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana endi salondan ko'rinishlari. Orqa salon holatlari. 458 ming probeg 2011-yil 3-paysa mexanika Sparkimiz akalar. Kraskalarni aytib o'tdi, bir 10%, 20% kraskasi bor deyildi. Mana endi Sparkimizda orqadan ko'rinishlari keladi. Temir gazlargacha, o'tgan kolonkalargacha o'rnatib qo'yilgan. Orqadan salon holatlaridan ko'rinishlari kelar. Narxiga keladigan bo'lsa akalar, 4,5 ming so'ralyapti. 4,5 ming kelishiladigan joylari bor akalar. Nomerlarni ekranda qoldiramiz. Yana ham to'liq ma'lumotlar telefon nomerlari orqali bilib savdo qilishingiz mumkin. 97lik 216 66 01 akalar, ushbu raqamga akamizga aloqaga chiqasizlar. 4,5 ming so'ralyapti. Aloqaga chiqib, yana ham to'liq ma'lumotlar bilib savdo qilishingiz mumkin. Xo'p akalar, Sparklarni olishda davom etamiz. Navbatdagi Sparkimiz sotuvda ko'rishingiz mumkin. 2016-yil akalar, 2-paysa mexanika katta motor akalar, ko'rishingiz mumkin. Motorlarda hech qanday ishlar yo'q deyildi. Berishga tayyor holatdagi Sparkimiz akalar. Bemalol ustinglar bo'lsa tekshirtirib, olib ketib savdo qilishingiz mumkin akalar. Gazlarigacha bor akalar, ko'rishingiz mumkin. Aytib o'tdi, 2016 2-paysa mexanika 240 ming probeg bosib o'tgan. Kraskalari keladigan bo'lsa, o'rtacha bir 20-30% kraskasi bor deyildi akalar. Udonlari yo'q. Ko'rishilarga diskalari, yumshoq balonlari. Salon qismini bir qadar ko'rsatib o'tib ketamiz. Afshika holatlari, qo'liklari 240 ming 2-paysa mexanika Sparkimiz Mers rullargacha qo'yib qo'yilgan. Ko'rishingiz mumkin akalar. Mana endi orqa salon ko'rinishlari. Gazlarigacha bor akalar. 20-30% kraskasi bor deyildi. 2016-yil Sparkimiz. Narxini qancha deyapsiz aka? 5800. Gazetda bor mobil. Akalar 5800 so'ralyapti ekan. Ya'ni kelishiladigan joylari bor akalar. Nomerlarni qoldiramiz. Bemalol nomerlar orqali bir savdo qilib kelishinglar mumkin. Nomer qoldiraylik aka. 97 520 89 akalar, ushbu raqamga akamizga aloqaga chiqasizlar. Sparkimiz haqida yana ham to'liq ma'lumotlar bilib savdo qilishinglar mumkin. Xo'p akalar, Namangan Norin moshina bozori Sparklar qatoridamiz, ko'rishingiz mumkin. Savdolar avjida akalar. Biz esa sizlarga yaxshi holatdagi Sparklar ko'rsatishga harakat qilamiz akalar. Navbatdagi Sparkimiz sotuvda ko'rishingiz mumkin. Xo'p akalar, 2013-yil 3-paysa mexanika akalar. ABS konseri hammasi mavjud bo'lgan. Motor qismini ko'rishingiz mumkin. Sparkimiz motor qismlarida hech qanday ishlar yo'q akalar. Minishga tayyor holatda, gazlargacha bor. Aytib o'tganimizdek, ABS konseri hammasi mavjud. O'rtacha bir 25% kraskasi bor deyildi. Yurganiga keladigan bo'lsak, 400 ming oshiq yurib qo'yilgan akalar. 2013 3-paysa mexanika 400 ming oshiq yurgan, bir 25% kraskalari bor akalar. O'ta yumshoq balonlari ko'rishingiz mumkin. Ichkarida akalar savdo avjida. Orqadan ko'rinishlari temir gazlarigacha bor akalar. Ichlarni akalar olmadik, motorlargacha bor ekan akalar. Endi savdo bo'lyapti. Xo'p. Narxini qancha deyapsiz aka? Narxini 5,5 ming so'ralyapti. Kelishiladigan joylari bor. joylari bor. Dokumentlari? Bo'ladi. Muammojoti yo'q. Akalar 5,5 ming so'ralyapti, kelishiladigan joylari bor ekan. Dokument tomonlama hech qanday muammo joylari yo'q.
Nomer qoldiraylik aka. 93'lük. 93lik 454 454 07 07 50. 50. Ushbu raqamga akamiz aloqaga chiqasizlar akalar. Sparkimiz haqida yana ham to'liq ma'lumotlar bilib savdo qilishingiz mumkin. Görüşürüz. Ha, Lacetti Nexia'lari bor. O'sha raqamlarga aloqaga chiqsa, Aşı rakamlar. kelishsa bo'ladi. Girişleri. Akalar, ushbu raqamga akamiz aloqaga chiqasizlar. Sparklardan tashqari Lacetti Nexia'lari bor ekan. Kimga qiziq bo'lsa, telefon qilib savdo qilishingiz mumkin akalar. Ko'rishingiz mumkin. Motorlari deflektorlarga o'zgartirilgan, aytib o'tganimdek 3-paysa mexanika. Mana endi orqa salon holatlari video registratorlargacha qo'yilgan shu holatda sotiladi akalar. Ushbu raqamga akamizga bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Xo'p akalar, sizlarga Namangan Norin moshina bozorida zo'r spaklar ko'rsatishga harakat qilamiz. Bitta like bosib berishni unutmanglar akalar. Biz esa spaklarni olishda davom etamiz. Navbatdagi sparkimiz sotuvda akalar. Mokri sparkimiz. Xo'p, 2017-yil akalar, birinchi paytda mexanika 280 ming probeg bosib o'tgan sparkimizni ko'rishinglar mumkin. Motor qismini bir qator ko'rsatib ketamiz. Abezlari bor akalar, konditsioneri yo'q ekan. 2017-yil motor qismida hech qanday ishlar yo'q, gram rasxodlari yo'q deyildi. Gazlarigacha bor akalar, ko'rishinglar mumkin. Kraskalar keladigan bo'lsa akalar, o'ng tomon kiriluvda petno joyi bor, qolgan qismlari hamma qolgan qismlari top-toza akalar. Petno joyi bor, o'ng tomon kiriluvda. Aytib o'tganimdek 280 ming probeg sparkimiz. Endi salon qismini bir qator ko'rsatib o'tib ketamiz. Ashik holatlari, kovriklari, chexollari. Mana endi salondan ko'rinishlari akalar. 2017 birinchi paytda mexanika 280 ming probeg sparkimiz. Mana endi sparkimizda orqadan ko'rinishlari. Ko'rishingiz mumkin. Temir gazlarigacha bor. Orqadan ko'rinishlari. Motorlarda qancha ishlar yo'q ekan xudo olsa. Zo'r motor. Narxini qancha deyapsiz aka buni? 6000 so'rayapmiz. 6000 so'ralyapti. Kelishiladigan joylari bor. Kelishadigan joyi bor. Dokumentlari? Dokument toza yaxshi. Dokument tomonlama. Bitoran. Akalar 6000 so'ralyapti, kelishiladigan joylari bor. Dokument tomonlama hech qanday muammolari yo'q. Nomer qoldiraylik aka. 77lik. 77lik 101 101 65 65 60. Ushbu raqamga akamizga aloqaga chiqasizlar. Yana ham to'liq ma'lumotlarni telefon raqamlari orqali bilib savdo qilishingiz mumkin akalar.